Bilamizki, ko'pchilik biladi, nokautlar juda ham ko'p uchratgansiz, ko'pchilikni yutgansiz. Shu janglar ichida o'zingizga yoqqani va chiroyli jang ko'rsatganingiz qaysi bo'lgan? Aytib bera olasizmi? Bilmadim, hammasi ham yaxshi shekilli. Xo'p, hech bo'lmasa bir qiynalib yutgan jangingiz haqida gapirib bering. Hali juda ham qiynalib yutgan jang bo'ladi-yu. Rosa oxirgacha urushib, oxirga nokaut bo'lmasdan. Ya bir xilda hammasi shu oson yutganim ham, qiyin yutganim ham g'alaba hammasi. Xo'p, muvaffaqiyatli siri nimada deb o'ylaysiz? Doim yutasiz, doim yutasiz. Bilamiz, ko'pchilik. Bugun 6-iyul nimaga sizning jangingiz bo'lmadi? Bo'lishini ko'pchilik kutgan edi. Jarohat olganim uchun qoldirildi meniki. Shu Jarohatingiz haqida gapirib bera olasizmi? Qanaqa jarohat? yelkadan. Yelkadan. Endi nima desam, mehnat qilish kerak, bo'ldi shu. Chiqib urish kerak. Kerak. Bir yoshlarga maslahat bering. Sizga o'xshab chempion bo'lmoqchi bo'lgan bolalarga. Yoshlarga nima derdim? Ichmanglar, chekmanglar, sport bilan shug'ullaninglar, bo'ldi. Katta rahmat sizga. Ketgan vaqtingiz rozi bo'ling. Xo'p.